hatto bolalarini orasida, farzandlarini orasida munosabatni ikki xil qilgan ota-ona zolimdir degan Rasululloh hadislari bor. Bu nima degani? Bitta bolasi o'rtacha pul topadi, bitta zo'r pul topadi. Ko'p ota-onalarda uchraydigan xatolardan bittasi yaxshi joyda ishlaydigan, yaxshi pul topadigan bolasiga boshqacha muomala qiladi. "Key bolam o'tir" deydi, yoniga o'tkazadi. "Tezda go'sht qovurib olib keling, kelin" deydi. Pul topmaydigan bolasiga "Ha, keldingmi, yaxshimisan? Ha, bo'pti, so'rab qo'y" deylar deydi. O'tiran demaydi. "Yaxshimisan? So'rab qo'y." Bu degani tur yo'qol degani, hali tarjima qilib gapirsangiz. Nima bo'ladi u bola? Конечно, dili ranjitdi. Chunki u jinniga ham yasnak-ku. Nimaga bunaqa bo'layotgan? Ota-ona adolatlik bo'lishi kerak. Shuning uchun Rasululloh alayhisalom bolalaringni orasini ajratmanglar. Erkalatishda, yoshligida bo'lsa, muomalada ko'rishdi. Bu degani 4 ta o'g'ildan keyin bitta qizni erkalatib yubormaylik, 5 ta qizdan keyin bitta o'g'ilni ham erkalatib yubormaylik. Unga narsa olib kelib, bularga olib kelmasak, bu adolatsizlik.